Yakkasaroy tumanidan 4 xonali kvartira qidirganlar uchun mana shunaqa klassik usulda yangi kvartira tayyor bo'ldi. Kirib kelish bilan tushuntiraman. Kirib kelishimiz bilan mana shunaqa chap qo'lda mana shunaqa xona qilingan. Bu yoqda mana sushilka, kirmoshina hammasi shu yoqqa joylashtirilgan. Mana shunaqa uzun koridor kafel qilingan. Chap qo'lda mana shunaqa zal, divanная zona. Bu yoqda mana shunaqa 8 kishilik chiroyli qilib stol qilingan. Zaldan chiqishimiz bilan mana bu kartinkalarga e'tibor berib qo'yinglar. Bu yoqda mana shunaqa alohida oshxonasi. Oshxonasida ham 6 kishilik stol qilingan. Kafellarga e'tibor berasizlar. Bleskiga hop mebellar krashinni hammasi zo'r materiallardan qilingan. Texnikalarga e'tibor beringlar. Hattoki posudomoykasiga ham bo'sh qilingan. Kotyullari bo'lsa avtonomniy. Mana xolodilniklari ham ko'ryapsizlar. Zo'r. Hamma narsasi yaxshi narsa ishlatilgan. Bu yoqda bo'lsa mana bolalar uchun yotoqxonasi. Bu yoqda yana bitta spalnyasi. Va bu yoqda gostivoy sanuzeli. Bu yoqda bo'lsa родительский spalnyasi. Va bu yoqda o'zini ichida sanuzeli bor. To'rxonali kvartira, Yakkasaroy. Kvartira aktualni hali sotuvda. Ulgurib qoringlar. 140 kvadrat. Narxini 415 ming davomimiz. Yana joyda kelishtirib beramiz. Haqiqiy klientlar uchun ideal zo'r variant. Telefon qilinglar, srochna baraka qilamiz.